Assalomu alaykum. Bugungi videoda biz tarmoqlararo ekran texnologiyasi, ya'ni firewall haqida gaplashamiz. Hozirgi zamonaviy axborot texnologiyasi davrida internetdan foydalanish juda keng tarqalgan. Ammo internet orqali turli xil kiberhujumlar, viruslar va noqonuniy kirishlar ham sodir bo'lishi mumkin. Shuning uchun kompyuter tarmog'ini himoya qilish juda muhim hisoblanadi. Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda eng muhim vositalardan biri bu tarmoqlararo ekran, ya'ni firewall hisoblanadi. Firewall nima? Firewall bu kompyuter tarmog'ini tashqi xavflardan himoya qiladigan maxsus dasturiy yoki apparat vosita hisoblanadi. U ichki tarmoq bilan tashqi tarmoq, ya'ni internet orasida turib kiruvchi va chiquvchi ma'lumotlarni nazorat qiladi. Firewallning asosiy vazifasi zararli trafikni bloklash va faqat ruxsat berilgan ma'lumotlarning tarmoqqa kirishiga imkon berishdir. Firewall qanday ishlaydi? Firewall tarmoqdagi ma'lumot paketlarini tekshiradi. Har bir ma'lumot paketi maxsus qoidalar asosida tahlil qilinadi. Agar paket xavfsiz deb topilsa, u tarmoqqa o'tkaziladi. Agar shubhali yoki zararli bo'lsa, firewall uni bloklaydi. Bu jarayon tarmoq xavfsizligini saqlashga yordam beradi va hakerlarning noqonuniy kirishiga yo'l qo'ymaydi. Firewall turlari. Firewalllar bir nechta turlarga bo'linadi. Birinchisi paket filtering firewall. Bu tur ma'lumot paketlarini tekshiradi va qoidalarga mos kelmaganini bloklaydi. Ikkinchisi stateful firewall. Bu firewall tarmoq ulanishlarini kuzatadi va trafikni yanada chuqurroq tahlil qiladi. Uchinchi turi application firewall. Bu esa dasturlar darajasida ishlaydi va ilovalar orqali kelayotgan xavflarni aniqlaydi. Firewallning afzalliklari. Firewall texnologiyasining bir nechta muhim afzalliklari mavjud. Birinchidan, u tarmoqni noqonuniy kirishlardan himoya qiladi. Ikkinchidan, zararli dasturlar va viruslarning kirib kelish ehtimolini kamaytiradi. Uchinchidan, tarmoq trafikini nazorat qilish imkonini beradi. Firewallning kamchiliklari. Firewall juda foydali bo'lsa ham ba'zi kamchiliklari mavjud. Masalan, noto'g'ri sozlangan firewall ba'zi foydali trafikni ham bloklab qo'yishi mumkin. Shuning uchun u barcha turdagi kiberhujumlarni to'liq oldini ola olmaydi. Xulosa qilib aytganda, tarmoqlararo ekran texnologiyasi kompyuter tarmoqlarini himoya qilishda juda muhim rol o'ynaydi. Firewall yordamida tarmoqdagi trafikni nazorat qilinadi va ko'plab kiberhujumlarning oldi olinadi. Shuning uchun har bir tashkilot va foydalanuvchi o'z tarmog'ini himoya qilish uchun firewall texnologiyasidan foydalanishi zarur. Bugungi kunda firewall texnologiyasi ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi. Birinchidan, u korporativ tarmoqlarda ishlatiladi. Katta kompaniyalar o'z serverlari va ichki tarmoqlarini himoya qilish uchun firewalllardan foydalanadi. Ikkinchidan, bank tizimlarida firewall juda muhim hisoblanadi. Chunki bu bank ma'lumotlari juda maxfiy bo'ladi va ularni kiberhujumlardan himoya qilish zarur. Uchinchidan, firewall oddiy foydalanuvchilar kompyuterlarida ham ishlatiladi. Masalan, ko'pgina operatsion tizimlarda ichki firewall mavjud bo'ladi. Firewalllar yordamida foydalanuvchilar internetdan xavfsiz foydalanishlari mumkin.